Yo va hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda men Sherkifay Brovuz va Javlon O'zbek Pro va bugungi videoda biz samolyotni kattaligini Javlon O'zbek Pro salomlash bor. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javlon O'zbek Pro va obunachilar. Yo, ana Firdavs qanaqa ish qilgandan ko'ra popkasini men. Ey jinni. Qara hozir seni bunaqa litsoda urib tashlayman. Mayli, ketdi obunachilar. Ketdi. Obunachilar, Javlondan qasas olish vaqti keldi. Samolyotda birinchi qaraylik-chi. Rostdan birinchi samolyotni qaraymiz. Eshigi qani? Yerlarda obunachilar. Yerlar Qattiq Minecraft'ni qilib qo'yganda mana shuni. To'g'ri aytyapsan. Nubik Minecraft'i. Nubik Duck Play esimda. Endi esimda sanam. Ayo, sindirmay qo'yaverdim. Kech bo'ladi, bratishkalar. Mana itdan kirishko. Va. Vatan nima ekan? Men undan ko'rmayotgan. Blin, samolyot ham shunchalik katta bo'ladi. O'shada samolyot Minecraftda urib kit uchun bu samolyot. Kitam ikkita kit sig'adi, qarab tur. Ikkita kit emas. Shu 10 ta kit sig'adi. Qanaqa 10 ta? Aldamay qo'yaverdim. Qanaqadir samolyot qulabdi. Bekorga samolyot yoniga kepmiz, abayda bo'qam yo'q ekan, obunachilar. Nima qilamizdir, obunachilar? Demak, survival qilib yashaymiz. Bilasizlar, dim aynakdan ekan. Dim aynakdan ekan. Obunachilar 5%. 5%, what the hell? Birinchi mechamiz shikili obunachilar. To'xta, meni kutib tur, qanaqadir daraxt chopib olib ulgursak, agar ulgursak. Men lavoshkaga tushib qoldim. Qarasan, Javlon O'zbek Pro. Kelyapman mana. Haqqa ketib olding. Qo'zg'unchog'im qo'yma. Biz hali san qo'zg'unchoq qara. Haqqa yurishni xullas kulishlardan. Mana san nikini ko'ryapman, sassiq nikini. Javlon O'zbek Pro. Tez daraxt chopib olib, nimadirga ulguraylik yoki zaryading tugab qolib o'lib ketasan. Anitlarda bu daraxt hali mana what the hell? Bet sasib ketibdi, ichib ketdimi nima bo'ladi? Endi buni gapirmay qo'yaver, Javlon O'zbek Pro. Daraxt bo'libdi, ko'ryapman, daraxt chopib. Obunachilar. To'xtab tur, Javlon O'zbek Pro o'chibdi, obunachilar. Men hozir vijvaniya qilib turaman, u o'chib bo'ldi. Xo'p. O'zicha jiddiligiga kelib qoldi. Qani bloklar tushyaptimi? Nima tushmayapti? Obunachilar ketdi, hozir bloklar tushmayapti nimagadir. Assalomu alaykum. Ular izdivatsiya qilishyapti. Nima balo? Izdivatsiya qilishyapti. Mayli, hozir xayrlashib olay. Bitta daraxtni ham chopishga ulgurmadim, lekin bu samolyotda nima qilamiz endi? Hammaga xayr obunachilar. To'xtab tur. Hammaga xayr. Rostdan ish tushmayapti. Chunki yoki menda qo'tyaptimi? Qotmasa kerak, menda super zo'r Wi-Fi bor. Wi-Fi pokoda portlaydigan telefon. Qotlasana, o'tdi sani ishing bo'lmas. Bo'lmaydi. Hali ham obunachilar nima bo'lyapti? Daraxt chopolmayapmiz biz. Chunki hali kech ham tushmadi. Chunki meni modda ko'taga qichiyapti. Bekor shu mod sotib olibmiz. Shuni ham YouTube'ga qo'yadimi? Oddiy aylanib yurganimizni YouTube'ga qo'ysang, yarimta like ham olmaydi. Bitta like ham olmaydi obunachilar. 100 ta like qilsanglar bu videoni prosta biz esa agar shu video 10 ta like olsa, qaranglar. Hamma ko'rganingizda like bosib qo'ysa, hamma like bosganini men ko'ralayman. Kim like bossa, kommentariyaga nimadir yozib ketsa, o'shanga obuna qilib qo'yaman. U ham menga obuna bo'lsa zo'r bo'lardi. Men sizlarga reklama qilib beraman obunachilar. Masalan, kim obuna bo'lgan, menga o'shalarga reklama qilib beraman. Men shunga ham obuna bo'lib, palon pistonmi shunday. Menga obuna qilaveringlar, xohlasalaring kommentariyaga yozib ketinglar. Nomlaringni, kanallaring nomini sizlarga reklama qilib berib
qilib beraveraman. Mayli, xayrlashib boraymi? Davay. Sen ham keyin qo'yasan-a telefoning zaryadka olsa, zaryadka. Zo'radi. Mayda yurib bo'lar ekan. Yo'q, yurib bo'lmayar ekan. Mayli obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan Matam Serpoy Pros va Javlon O'zbek Pro edi. Hozir u zaryadkasi tugab o'ldi. Mayli. Sen u ham xayrlashib olsin hozir yonimda. Hammaga xayr obunachilar. Bugun men Javlon O'zbek Pro edim. Like va obuna bo'lish istagan chiqaman. Hammaga xayr. Mayli, xayr obunachilar, like va obuna bo'linglar. Endi bu sizlarga yoqmasa kerak. Mayli, hammaga xayr.